Assalomu alaykum. Ishlaringiz bitmayaptimi? Eshiklar ochilmayaptimi? Falonchi yuklarni xonasiga kira olmayapsizmi navbat kutib? Qo'l qo'yib olmayapsizmi? Hozirgi kunda muammolarida qarangki, bir ajib narsa bor ekan. Imom G'azzoliy rahimahulloh o'zini Futuhatul Qur'onida keltiribdi. Shunaqa ishlar bitmayotgan bo'lsa, eshiklar ochilmayotgan bo'lsa, Qur'oni Karimda bir oyat bor. Shuni 70 marta o'qisin debdi. Boshimdan o'tgan, sinovdan o'tgan debdilar. Bu A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Inna fatahna laka fathan mubina oyat. Inna fatahna laka fathan mubinan 70 marta o'qiladi. Alloh taolo sizni ishlaringizni bitkazadi, ochilmagan eshiklarni oldingizdan ochadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.